Bo'ldi. Bu. Thank you. Bu Cloud Ops ham qo'shib qo'yibdi. Xo'p. Mana bu yerda Cloud Ops ham qo'shib qo'ydi. Agar yo men cho'ta bilmayman, birinchisi desalar, mana buni get started qilib Cloud Opsni o'zlaring qo'shib qo'ysalaring bo'ladi. Misol sizlarga yordam beradi. Mana buni qilishda, bu qilishda xohlasalaring droplet ochib turib, nima deydi? Serverda ichida assistant. Shu, keyin xo'p, o'rnlangan DevOps ishini qiladi. Hop, birinchi navbatda bizlar droplet ochamiz. Droplet. Yozyapti. Compute bo'limida compute bo'limida droplet bor. Droplet bor. Xo'p, starting $4 dan boshlasang bo'ladi, deyapti. Ya bizlarga yaxshiroq variantlar bormi degan maqsadda create droplet qilamiz. Eng kichkinasi emas, eng kichkina. Mana buni ketdi. Xo'p, create dropletda sizlar birinchi regionni tanlashlaring kerak, regionda. Bizlarga eng yaqini bu Frankfurt. Hisob qilinglar, data center Frankfurt eng yaqini. Qotmaydi proyektlaring, tez ishlaydi. Ana anasi nima deydi? MCD nima deydi? Pinmi? O'sha pastroq. Pastroq. Xo'p, Ubuntu tanlaysizlar, eng oxirgi latest versiyasini. Xo'p, undan keyingi versiyalarni tanlasalang, ozroq muammo chiqishi mumkin, boshqa narsa qilish mumkin. No, это yangisini tanlaganlar yaxshi, chunki recommended har doim yaxshi bo'lgan. Xo'p, keyin choose droplet plan. Boshlanishga basic olsalaring bo'ladi. Basicda $6 dan yoki $8 dan olsalaring bo'ladi. Mana regularda $6 bor. Birinchi boshlanganimda men $6 dan olganman. Bemalol yetadi. Botlaringga ham, birinchi boyagi proyektlaringga, Python proyektlaringga hammasiga yetadi $6. $4 endi sal kichikroq qiladi deb o'ylayman. $4. $6 norm. $6. Hozir boya ko'rsatganim $18lik edi. 3 terabayt transfer, 60 gigabayt SSD va 2 gigabayt RAM. Sizlarda $200 ochgan payt $200 kredit beradi. $200 da xohlagancha droplet olsalaring bo'ladi, tugamaydi onamsa. $200. Qachon $200 tugaydi, undan kartalarni yechib boshlaydi. Shuning uchun boya aytganda, ustoz aytgandek, Visa kartani, Bomar Visa kartani olib qo'ysalaring bo'ladi. Yoki Visa kartani o'zgartirib qo'ysalaring bo'ladi, masalan, Bomar Visa kartaga. O'zlaring onlayn Visa kartani o'chirib tashlaysizlar, Bomar Visa kartani olib qo'yasizlar. Bu, tamom. Shu. Xo'p, 6 gigabaytlik olamiz, mana regular. Ko'rsatish maqsadida keyin o'chirib tashlasang ham bo'ladi. $6. Xo'p, ketdi. Volume block storage, additional storage qo'shsalaring bo'ladi. Xohlasalaring masalan Amazonda eski qo'shsalaring bo'ladi yoki biror bir PostgreSQL bor-ku, mana database qo'shimcha tashqaridan qo'shsalaring bo'ladi, xohlasalaring. Yoki o'zlaringga o'xshab. Xo'p. Enable automatic backup qo'shsalaring, sizlardan pul talab qiladi. Bu nima uchun? Misol, mabodo proyektlar o'chib qoladigan bo'lsa, backup qilib qo'yadi. DigitalOcean'da o'zi. Shuning uchun qo'shimcha bu DigitalOcean'dan qo'shimcha backup uchun xotira uchun pul to'laysizlar. Agar qo'shib qo'ysalaring enable automatic backup. Bizlarga kerak emas. Oyiga. Kerak emas. Xo'p, bu yerda SSH case va password bor. Xo'p, o'zlaring yaratsangiz bo'ladi. Men misol terminaldan create SMD mana Ubuntu yo'qmi? Adashmasam shunaqa edi. SSH generate qilsalaring SSH generate qilib beradi. Ya, SSH yo'qmi deyman. Xo'p, Ubuntu'ni olasizlar, mana bundan Ubuntu Linuxning subsistemasini qo'shib olsalaring, Linuxda mana bundan kirib turib, keyin SSHda install qilasizlar va SSH generate qiladigan bo'lsalaring, o'zlaring SSHni generate qilib beradi. Keyin o'sha generate'da olasizlardan o'zlaringni SSH keylaringni shu yerga qo'shib qo'yasizlar.
Shu orqali kirsalaring bo'ladi. Xohlasangiz password qilsalaring bo'ladi. Men masalan password qilib qo'yganman. Bir kishi droplet olib turib, o'shani password qilsalayman. Mana GitHub boyagi Google'da o'zining suggestion user strong passwordni qo'ysa, mana bu strong password bo'ladi. Bu ham strong emas ekan. Mana bitta bu ham strong emas ekan. Misol buni topolmaydi. Shundaysiga. Xo'p, mana IP enable IP oldi qilib qo'ysalaring, mana shu zo'r bo'lib qoladi. Bu recommended. Keyin bu shart emas. Mayli, xo'sh qo'yamiz. Free go, to'g'rimi? Xo'p. Free narsalar yoqadi. Ha, shunaqa free narsalar keyinchalik yoqib qoladi hammasi. Xo'p. Quantity yetadi. Mana buni o'zgartirib qo'yasizlar. Misol o'chir. Misol o'rgana olmayapman Muhammad Aziz droplet deb qo'ysalaring ham bo'ladi. O'zlaring nomlarini qo'yibdi. First project. Xo'p. Nima ne to'g'ri? Tak shart emas. Xo'p, xavfsizligini ko'ryapsan. Oddiygina bitta xatolik bo'lsa ham, o'sha create droplet bo'lmadi. Xo'p, shu. Endi mana bunda create droplet qilsalaring, create bo'ladi droplet. Create droplet qilasizlar, keyin mana bunda o'sha droplet create bo'ladi. Hozir kutasizlar. Ana second create bo'lishi. Ting ko'rasizlar, droplet has been created. Keyin boya ko'rsatganimda ko'rsatdimmi? SSH root undan keyin IP manzil. Olasizlar. Olganlaring buni bosib turib kirsalaring, mana buni yes qilasizlar. Yes. Password so'raydi. Passwordni Digital Ocean. Muxolifat parol qilgan. Kelib mana hop. Ha? Qotadi. Ha? O'sha ishda davom etaversa, CPU ko'tarib davom etaverayotgan bo'lsa, CPU ko'tarib ketadi-ku. O'sha $18 ana nima ko'payib ketaveradi. Pul bor-ku, $6 bor-ku, $6. Qanchalik CPU ko'tarilib ketsa, RAM qanchalik ishlayversa, boyagi ana dollar bor-ku, dollar. O'sha ham ko'payib ketaveradi va birdaniga server yiqiladi. O'shani bilib turib, Digital Ocean shuni qilib qo'ygan. Server qanchalik ko'tarib ketaversa, baland bo'lib ketaversa, yiqib tashlaydi. Ha? O'rtacha proyektga qarab-da, misol agar kichkina proyekt bo'ladigan bo'lsa, 25% dan oshmaydi. Oshmaydi. Agar katta proyektlar bo'ladigan bo'lsa, bir 60-70% ishlaydi. Katta proyektlar, mana distributed servis yoki ana mikroservislar, turli xil servislar bo'ladigan bo'lsa, 70% dan oshmaydi. Hay, bemalol. Qayerga saqladim? Mana. Boyagi passwordni mana bunga yozasizlar. Enterni bossalaring, kiradi. Biting, ko'rlang. Mana. Bemalol keyin ishlatsalang bo'ladi mana buni.
ls. Boyada opitiga kirasizlar. Keyin mana buni git clone qilib o'zlaringiz proyektlarni qilsalaring bo'ladi. Qisqasi shu. Bu yog'i boya ko'rsatgan. Muhammadasiz keyin mana bu dropletni agar kerak bo'lmasa o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Mana buni destroy qilib qo'ysangiz, destroy qilsangiz o'zi o'chib ketadi. Xohlasangiz keyin katta bitta proyekt ochsangiz bo'ladi. Shu. Har bitta proyekt uchun shunaqa ochiladi. O'zingiz tanlaysiz, masalan, $8, $9 yoki $10 tanlaysiz. O'shani droplet ochganingizda boya SSH ga yoki password bilan kirib turib, proyektlarni yuklasangiz bo'ladi o'shani. Server ochishda bu. Shu. Asosiy narsa shu. Kerak bo'lmasa mana destroy qilasizlar, destroy qilish maslahat bermayman. Agar proyektlaring bo'lsa ichida, proyekt bo'lmasa bemalol destroy qilsalaring bo'ladi. Shu bo'ldi.